Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi mo'min musulmon birodarlar, mana Ka'ba muazzama tomon kirib kelayotgan yo'llarimiz mana hamma hozir juma kunida jumaga shoshilgan. Alloh sizlarni ham bizlarni ham qayta Baytullohda juma namozlarini ado etishlik nasib eylasin. Mana yaqin kunlarda kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi siz bizlarga muborak va xayrli bo'lib inshaalloh. Bu Ramazon oylarida hatmi Qur'onlarda ishtirok etib tarovih namozlarini birga ado etishlik ham nasib eylasin. Mana Ka'ba tomon kirib ketishimizda mana chap tomonga qaraymiz. Chap tomonda mana bir bayt bor. Bu qanday bayt? Kim tanidi? Taniganlar, bilganlar kommentariyaga yozib o'z fikrlarimizni bildiramiz inshaalloh. Mana qayta ko'rsatamiz. Taniganlar, bilganlar nega bunday holat? Mana bu binomizning yonida yana mahfuzot joylashgan. Mana eslatish uchun mana bu yerda nimalar o'zgargan? Qanday holatlar? Kim bildi? Mana kommentariyada kutib qolamiz. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz inshaalloh kelgusida yana go'zal bir yangiliklar, mana Ka'batullohni kuzatishlikda sizlarga ham bir imkoniyatlar, sharoitlar yaratishligida xizmatda bardavom bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.